Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan men Shokim. Bugungi videoda biz sizlar bilan YouTube bir o'yin o'ynaymiz. Qanday videoga let's go. Bu birinchi qism, men kuchayganman. Bu o'yinda oldinlar o'ynardim, shunga men buni kuchini azaytira olmadim, shuning uchun chiqaraverdim-da YouTube'ga. Men sizlarga hozir boshqa xonalarni ko'rsatib chiqaman. Mana bu 4-xona do'stlar. Mana shular bor bu yerda. Sizlar ham o'ynashingiz mumkin. Mana men YouTube kanalim, lekin real hayotda вообще bunday emasmiz. Hattoki ham emasmiz. 240 ta obunachi ham emasmiz. Shuning uchun obuna bo'lib qo'yinglar do'stlar. Bu o'yindagi do'stlar, o'yindagi obunachim 240 million obunachim bor o'yinda. Real hayotda esa 146 ta. Biz mana shu joylarni kuchaytiramiz. Hali men kuchaytirmaganman. Barcha joyni o'ynamaganman do'stlar. Mana bu esa 3-qavatmi? Ha, 3-qavat. Bu yerda mana bu narsalar bor. Olmoslik ham bor. Mana bu qorasi. Bu yerda mening yordamchilarim, ular menga video chiqarib, videoni edit qilib berishadi. Mana bu yerda esa men mana bu skinimni almashtira olaman mana. Shunaqasi zo'r. Keyin o'yinda o'lgandan keyin mana bu skin yo'qolib qoldi. Yana chiqib o'sha skinni olmash kerak. Tepaga chiqyapman. Endi biz ikkinchi xonani obzor qilaman. Bu mening oddiy yashaydigan xonam do'stlar, mana. Bu yerda oddiy yashayman. Mana bu qurilmabdi do'stlar, juda ham qimmatlar chiqib ketibdi bu yerdagi. Mana bu o'zimning ishlaydigan joyim emas, bir dam olib o'tirgan joyim do'stlar. Bu esa birinchi qavat, juda ham o'zimning gamer xonam bu do'stlar. Mana shu yerda o'tiramiz. Va biz montaj qilib o'tiramiz, videolarimiz. Hamma sog'lom mashaqat. Bugungi biz sizlar bilan maktab jarayon 3-qism olamiz. Do'stlar, menda hali kreslo yo'q, mana bunaqa zo'r kompyuterlar ham yo'q. Men telefonda o'ynayman do'stlar, telefonda. Yo do'stlar, 1 million pulimiz bor. Yaxshi, 1 million pul. Mana bularni olib qo'yamiz har ehtimolga qarshi, chunki mana bular bizning uyimizga kirsa, biz ularni o'ldirishimiz kerak. Bo'lmasa bizni o'ldirib ketishadi. 700 bo'lmasa olamiz. Yo-moyo, birinchi boshqa xonalarni qurib chiqaylik, keyin bu joyni quramiz. Ichkaridagi mana shu joylarni qurib chiqamiz va o'sha joyni quramiz. Tepada u yerda 1 million, 3 million, 4 million bo'ldi. Ikkasini qo'shsak 5 million. 5 million pul kerak bizga do'stlar. 5 million 50 ta pul kerak. Va juda ham ko'p pul kerak. Lampocha qo'ydim, hozir nima bo'ldi tushunmadim. 57 dollarim bor do'stlar, hozir 57 ta dollar. Bu xona qurilmagan, 5 million 50 bo'lsa 6 million va 6 million 8 million 50 bo'ladi shunda. 8 million. Tepaga chiqaman. Hozir bu nechinchi kanal? 4-kanal 3ga. 8 yo-moyo 5 million bor ekan bu yerda. 13 million bo'ladi. 13. Do'stlar, men bunaqa pulni qayerdan topaman? 13 million. Hali bu joyda ham bor shekilli pul ochadigan. 14 million do'stlar, 14 million. Men hali buncha pulim yo'q-ku. 14 million do'stlar, 14 million va 50 dollar. Pulni tejash, qanday ko'paytirish usulini bilishim kerak. Bir ikkita odam o'ldirib kelamiz do'stlar. Bu yerda hozir mening eng obunachim ko'p odam menman, mana ismim yozilib turibdi. Buga kira olmayman, chunki bu 1 ta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta qavat ekan. 5-qavatigacha bor. Bucha 1 ta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta. Bu ham 5 ta, 1 ta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 4 ta ekan. 4 taliga chiqa olaman do'stlar.
olaman va o'sha rasmga chiqib olsam uyga kiraman. Undan tepaga chiqib kira olishim mumkin. To'xtanglar do'stlar, hozir men mana shu joydan chiqsam, mana shu joyda yo'q. Yonma-yon tegib yuboribman. Qani endi biz boyagi narsalarimizni olamiz. O'lib qoldimmi do'stlar? Boyagi narsalarimizni olyapman va 6-qavatga ko'tarilamiz do'stlar. Boyagi narsa qani endi? 4-qavatdamidi? Bu 4-qavat. Yo'q, bu qavatda emas. Ha, mana shu qavatda. Mana bu kiyimni kiyamiz. Do'stlar, bugun biz 6 million yo'qman mana shuni va tepadagini bitirib, yana tugatsammikin deyapman. 1-qavatga tushamiz. Va do'stlar, endi 1 million pulim bor. Hozir yana 1 million bo'ldi. Boyagi 3-qavatdamidi? Ha. 3-qavatga chiqamiz. Yo'q, bu emas. 2-qavatdamidi? Ha. Mana shuni ko'rish uchun keldim. Yo-mayo. Tualetni qaranglar, oltindan. Do'stlar, Roblox ochishni o'rgatganman. Bemalol o'tkazib sizlar ham YouTuber o'yinini o'ynashingiz mumkin do'stlar. Agar video yoqsa like bosib obuna bo'linglar do'stlar. Bizga pul kerak bo'lyapti. Shuning uchun biz hozir ishlaymiz. Menimcha bundan pul beradimi, pul bermaymi bilmayman. Men o'zim o'ynaganimda pul berardi. Ko'ramiz do'stlar. Qani. Like bosib obuna bo'linglar. Kanalimiz rivoji uchun tezroq 150 ta bo'lishimiz kerak do'stlar. 150 ta. Mana videoni bosamiz va yana video. Bosamiz do'stlar. Qani do'stlar, hozir ko'rim kelyapti, pul beribdimi yoki bermadimi? O'shani hozir ko'rim kelyapti, lekin juda ham menimcha oz pul bergan. Qani ko'raylikchi. Agar 500 bo'lgan bo'lsa, pul beryapti. Albatta pul beryapti. Menimcha. Mana qo'shimchali pul 600. Ha, ular har tariku 600 tadan. Ya'ni so'mga o'xshash. Bular minglik. 532 ming bor hozir menda. Ha, endi tushundim. 2-qavatda qanaqa ishlaydi? Mingdan beradimi? Yo'q, mingdan. Ha, juda ham qiyin ekan bu ishni eplash. Chunki do'stlar qaranglar. Mana 1 million. 1 million emas, 1 mingta. Ya'ni bizning hayotda bu 1000 so'm do'stlar. Bizning hayotimizda 1000 so'm. 3-qavatda chiqqan ekan. 2000 so'mmi? Qani. Boshqatdanchi 3000 so'm ekan do'stlar. Bittasi 3000 so'm. 4-qavatni ko'ramiz. 4-qavatda yo'q ekan. Ha, bu yo'q ekan. 4-qavatda esa 4000 so'm do'stlar. 4000 so'm. Yo'qmi do'stlar, 253 ming obunachi bo'lamiz. Ya'ni 253 million obunachi bo'ldik. 5-qavatga chiqamiz. Va bu xonaning ishlaydigan joylari har qurilmagan. Mana bu yerda kamera turadi. Va bu yerda ham kamera va bu yerda bir odam o'tirib gaplaydi va obunachi olib keladi. Mana bu yerda esa maslahat bo'ladi shekilli, yana bilmadim. Endi biz 6-qavatga chiqamiz. 700 do'stlar. 700. Yo-moyo. Do'stlar, men buning uyga bir amalab kirishimiz kerak va obunachini ko'ramiz. Qani do'stlar. Men buni uyga kira olmayman.
Do'stim, eshikni och. Desam chiqarmikan? Hozir mana shu onasidan turib sakrayman. Hey. Do'stim. Men do'st deb bilmayapsanmi? Och eshikni. Mana qilib kirmoqchi bo'lib kelamiz. Bo'lishimiz kerak. Hey bro. Qani? Bro. Biz ham uyimizga boramiz do'stlar, kompyuter ishlaymiz. Biz uyimizda paydo bo'lamiz. Va video olamiz. Mana va mana. Va yana mana. Mana shularni bosib chiqamiz. Endi tezroq obunachi kerak, bularni bossak. Bu xonadagi narsalarni obunachiga almashsam, masalan, mana bu narsani men 100 million yo 100 ming obunachiga almashdim. Buni esa 1 milliongamidi, esimda yo'q. Mana bu 100 million, bu 1 million, bu 10 millionda. Va mana bu esa shu 2 millioncha bordi. Mana bu ham 2 million. Shunday qilib, mana bu yerda obunachi son turadi. Keyin siz bosasiz va obunachingizni olmaydi, faqat turadi, lekin mana bu paydo bo'lib qoladi. Tozasi. Shunaqada. Do'stlar, Tesla o'yin ham chiqaraymi? Juda ham zo'r o'yinda. Qani. Mana bularni bosib chiqamiz. Hozir biz birinchi o'rinda men turibman do'stlar. Obunachim mana shu hozirgi eshikdagi obunachilardan eng ko'pi menga obunachilarida. Lekin real hayotda bunaqa emas. Hali artefakt bor. 2 million obunachi bo'ldi. Omarxon bor. Komil Qahorov bor. Hali men umuman 2 million bo'lmasam kerak do'stlar. Qani yaxshi. Bularni olib chiqamiz. Hayotgacha bu birinchi qism. Buni biz fullni kvodlargacha olaman do'stlar videoni. Fullni kvodlargacha olaman. Oxirgi kvodgacha quraman. Menimcha 6 kvoddan, chunki mana boshqa manbetda yo'q tugmalar. 6 ta faqat. Yana paydo bo'lish kerak edi menimcha 6-kvodni qurib olib bu videoni tugatamiz. Menimcha 3 qismlik bo'ladi deb o'ylayapman. Buni video davomida ko'ramiz. 3-kvodda 5 million so'rayapti-yu do'stlar. Menimcha keyingi qismlarda qilamizmi? Videoni tugatsammikin deyapman. Mana shunga bosamiz. Pulni qatna ishlaydi, mana shundanmi? Pul bekordan ketdi. Xos. Mana yaxshi. Do'stlar, videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun barcha kattakon rahmat. Video tugadi. Like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Video tugadi. Keyingi qismlarda yana shunaqa qism ham chiqaraman. Ikkinchi qismini va men 6-qism va 6-qism emas, 6-qavat va 3-qavatlarni to'liq bitiraman. Barcha xayr, sizlar bilan shoh keng bo'ldi.